Любой narsa issiq sovuq bo'lganda torayib kengayadi. Shlankingiz issiq bo'ldi, o'ynadi. Sizga ishqalandi, yorilib ketdi. Hamma uyda bo'lmadi. 10 dan 2 tasinikida bo'ldi va u ish sizning uyingizda. Mumkinmi? Mumkin, конечно. Biz uni necha marta ko'rsatib berdik. Ani tart urib ketadigan. Bu boshqa narsa. U boylamaydi. Uni uradi unga. U har bittasi 200 so'm. Har bittasi 200 so'm urib chiqadi. Endi tasavvur qiling. Uni palasa qilib, urib, hamda aylantirib chiqish kerak. Baraka topgur, penoplast beryapmiz bizga tayyor. Qol, baraka topgur izolyatsiya material, mana g'isht, mustahkam narsa, beton mustahkam narsa, u issiqlikni zo'r o'tkazadi. Bu ham xuddi shunday. Qancha ichida mana pudrishkasi bo'lsa, yaxshi stachka qilmang, suxoy bo'lgan hisobiga vaqt o'tishi bilan sitilib ketish ehtimolligi bor. Suxoy. Men suxoychilarning ishini bilmayman. Akalar menga primoy chiqib, mana shu videomni olib, video qilib, u yorilib ketmaydi bersanglar, men o'sha ma'lumotni ko'rsatib berishga tayyorman. Suxoy zichligi kamroq. Suxoy zichligi ham, shuni hisobiga issiq suvni yaxshi o'tkazmaydi. Haligi to'pli pol shlankasi bor-ku, u shlanka issiq suvni tarqatmaydi. Asosan issiq suvni ustiga turgan stachka tarqatib beradi. Shuning uchun ham haligi bizning bobonchilarimiz bor-ku, shuni hisobiga kam stachka quyilgandan keyin beton kam bo'ladi massasi. Kam bo'lgandan keyin tezroq isitib beradi. Eski uyda siz podvol bor, podvol ustiga DSP turibdi. U DSPning ustidan to'pli pol qila olmayapsiz. Nima qilish kerak? Shu DSP tursin joyida baraka topib, biz mat beramiz. Mat shuni yoyasiz, shlankani o'tkazasiz, ustidan stachka qo'yib yuborasiz. Bo'ldi. Abbo, DSP ham chirib ketmaydi. Yo'q, chirimaydi. Chunki bu penoplast nafas oladi. Ziqnalik qilmang. Bitta like bosib qo'ying. Biz undan manfaatlanamiz. Undan ko'pchilik manfaatlanadi.